ای مشتاقم به دیدنت باده بکم دلتنگ زیارت ماه نجف. Xullas, barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonibek Brat kanalining ashaddiy muxlislari va hurmatli obunachilar. Aynan bugungi videoligimiz gaz hududlariga bugun sizlar uchun ko'mir ataplini, gaz ataplini sizlar qanchalarni ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Fikrlaringizni chiroyli qilib kommentariyada yozib qoldirasiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ramiz. Bir like bosib boshimiz. O'rtoqlar, sizlarga ko'rib turganlaringizdek, bizda har xil turda ko'mir katyolarimiz var, gaz katyolarimiz var. Xullas, gapni qisqasi sizlarga 1000 marta aytgandan ko'ra 1 marta ko'rganlaringiz yaxshi. Sizlarga adresni to'liq qilib tushuntirib o'tamiz. Operatorimiz yanimizga kelib so'raymiz. O'rtoqlar, Shovot yeli desa hammani ko'zaldan Kamoljon otani yozib tug'ilib o'sgan makan keladi. Mana chap qo'lga qarasangiz, Urganch tarafdan kelasizlar, o'ng tarafdan koridor bo'lsangizlar, Shovot qurugidan kelasizlar. Mana arkamda 19 O'zbekiston manaqa ketadigan quruq. Ya'ni bu yerni xalq tilida aytganda stansiya deb aytiladi. Shaxsan o'zim shu Cho'pli Shovot ko'mir ataplini, gaz ataplini chiqadigan do'konning o'zida shaxsan o'zim ishlayman. Agar meni kanalimni aytib kelib, Jonibek Brat kanalidan ko'rib keldim desangizlar, sizlarga 5% skitkamiz bor. So'zimiz so'z va'da, Jonibek Brat so'zini ustidan albatta chiqar. Shaxsan men o'zim turibman, robotchini o'zim shu yerda ishlayman. Yana o'ylamanglar, o'zim do'konni maqsadda yo'q, bizlar to'g'ri bo'ladigan gapni aytamiz. O'rtoqlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' olasizlar, salomat bo'lasizlar. Heydar, 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 Heydar می‌بودم تا برویم بگشای من انبال تو